Bismillah. Koreyada bugun o'qituvchilar bayrami, o'qituvchilar kuni. Lekin o'qituvchiga birorta pul yig'ib, qimmatroq sovg'a yoki har bir bolaga birorta soliq solinmaydi. O'qituvchilar bayramida Koreyada bolalar o'qituvchisiga o'zini ko'nglidagi gaplarini xat qilib yozib berishadi. Rahmat bizga ta'lim berayotganingiz uchun deb. Birinchi sinf o'quvchisi nima deb yozib beradi? Ra'no ham o'zini o'qituvchisiga chiroyli qilib maktub xatni yozib olib ketdi o'z qo'li bilan. Keyin 15 mingdan yoki 10 mingdan qimmat bo'lmagan gul sovg'a qilinadi, svejiy gul. Boshqa narsa mumkin emas. Maktabda o'qituvchini o'zi ham olmaydi. Biror narsa sumkasiga solib yoki kichkinaligimda onam bizga berardilarda, har xil sovg'alar sumkamizga solib. Bu yoqda mumkin emas u narsa, kamerada hamma joy ko'rinadi. O'qituvchilar agar o'quvchidan birorta kichkina bo'lsa ham sovg'a olsa, ishdan haydalib ketadi, qaytib o'qituvchilik faoliyatini yurita olmaydi. Shuning uchun davlatning o'zi qonun belgilab qo'yilgan, qancha miqdorda nima berish, xat berish mumkin, gul berish mumkin, u ham 15 mingdan qimmat bo'lishi mumkin emas. Gul katta, bunaqa katta, masalan 50-60 minglik guldastalar bera olmaydi o'qituvchiga. Bugun Ra'noxon ham o'qituvchisiga xat yozib ketdi. Ra'no maktabda emas, bog'chaga borganida bilmagandim bu narsani. O'qituvchilar bayramida bog'cha opasiga men katta korobkada kiyim sovg'a qilganman. Shu yog'ini o'zida eshik oldida men qaytarib yuborishgan. Men noqulay ahvolga solmang. Bizning davlatda bunaqa narsa yo'q. Agar men sizdan hatto bitta kofe olsam ham, meni ishdan haydab yuborishadi. Menga bemalol ishlayvering, farzandingizni chiroyli qilib tarbiyalab o'zim qarab yuraman deb aytgan bog'cha opasi.